Yangi sizlar uchun narx-navolar tanishtirishni boshlaymiz. Shunda juma ayyom kunlari ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Yaratgan haq yo'ldan barchalaringizga adashtirmasin. Kasb-korlaringizga barokat bersin. Omonmisiz ekan? Eson-omon, sog'-salomat. Shaftollar nech pul ekan? Taglari yaxshimi aka? Kachitvaga e'tibor beraylik. Birinchi navbatda bu o'zlaringizga foyda. Agar biroy noto'g'ri yuk kelgan bo'lsa aka, albatta ayting. Tushuntirishlarni olib boramiz. Bu o'zimizga yaxshi-da. Manolari qancha ekan aka? 230 injirnilar, ha? Ketishi yaxshimi? Bozor yaxshimi aka? Yaxshi. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, pomidorlar nech pul ekan Xormang aka? 220 ko'rinib turibdi. Hammasi yaxshi, kachitasi yaxshi. Kachitvaga ehtiyot bo'laylik, sifatga aka. O'riklar nech pul ekan bolalar? 100 so'm. Yaxshimi? Kachitvasiga jalba yo'qmi? Bo'lsa aytinglar, tushuntirishlarni olib borib qo'yamiz. Yaxshi bo'lsin, ishto'p, sizlarga yaxshi bo'lsin akalar, ukalar. Shaftollar nech pul ekan akalar? 140 tana. Mana olmalar nech pul ekan? Olmalar 130. 130 ketishi. Sifati yaxshi kelyaptimi akalar? Yomon kelgan bo'lsa aytinglar. Biroz tushuntirishlarni olib borib qo'yamiz. Mana noklarchi 200 so'm. 200 so'mdan. Uzumlarchi Uzumlar 150 so'm. 150 so'mdan.